Assalomu alaykum. Bugun mana bunga o'xshagan savollarni ko'rsataman. Bunda qisqa ko'paytirish formulalari yordamga keladi va mana bunday bitta qisqa ko'paytirish formulalarini qo'shib ketishingiz mumkin. Xo'p, bunda birinchi bu ifodani x deb ifodalaymiz. Keyin ikkita tarafni ham kubga oshiramiz. Birinchida a plus b miz teng x ga teng bo'ldi. Birinchi sonni kubi a plus b ni kubi teng a kub plus b kub plus 3ab plus a plus b ga. Ya'ni buni ham bitta formula qilib qisqa ko'paytirish formulasiga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni mana bu ifodani kubini topish uchun bu tarafini yozib olishimiz kerak. Birinchisi a kub 2 plus tagida 5 ni kubi plus ikkinchisida b kub, ya'ni buni kubi. 2 plus tagida minus uzr. Minus tagida 5 ni kubi plus 3 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b. Bu va buni ko'paytmasi. Kubinchi tagini umumiy qilib yozaman. Mana bu 2 plus tagida 5 2 plus minus uzr. Minus tagida 5. Va qavsida a plus b turibdi. Eng boshida a plus b miz x ga teng edi. Buni joyiga x ni yozib ketaman. Endi mana bunda kub bilan kub ildiz qisqarib ketadi. 2 plus tagida 5 qoladi. Plus bu yerda ham kub ildiz bilan kub qisqarib ketadi. 2 minus tagida 5. Plus bu yerda 3. Bu kvadratlar qisqa ko'paytirish formulasida ikkita sonning yig'indisi va ayirmasi kvadratlarga keladi. 2 ni kvadrati 4. Bu yerga 3 4 minus ildiz tagida 5 ni kvadrati 5 ga teng. 4 dan 5 ni ayirganda 1 chiqadi. Ildiz tagida minus 1 dan javob minus 1 chiqadi. Endi oxirida 2 plus 2 4 bo'ladi. Minus ildiz tagida 5 bilan plus ildiz tagida 5 qisqarib ketadi. Plus 3 bundan minus 1 chiqadi. Ko'paytirilgan minus 1 va ko'paytirilgan a plus b ni joyiga x ni qo'yib ketamiz. Teng x kubga. Mana bunga teng. Endi oxirgi ifodamiz mana bunga teng bo'ldi. X kub plus 3x plus 4 teng 0. Endi bu ifodani topish uchun minus 4 uzr. Mana bu tarafda 4, bu tarafga minus bo'lib o'tadi. Bu qism minus bo'ladi. Endi bu ifodani javobini topish uchun javoblarga qaraymiz. 1, 2, ildiz tagida 3 va minus 5 turibdi. Bu yerda eng ma'quli 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni x ni joyiga 1 ni qo'ysak, 1 ni kubi plus 3 ko'paytirilgan 1 minus 4 teng 0. 1 ni kubi 1 ga teng plus 3 minus 4. Ya'ni bu taraf ham 0 chiqadi. O'zi o'ng taraf 0 edi. Ikki taraf teng chiqdi. Demak javob A.